Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda vaziyat keskin. Isroillik vazir Turkiya bilan urush bo'lishini aytdi. Zelenskiy Siriyskiy o'rtadan qurolli kuchlar boshlig'ini ham ishdan oldi. Ukraina Rossiya ichkarisiga navbatdagi hujumlarni amalga oshirdi. Rossiya migrantlarga nisbatan yangi talablarni joriy qildi. Azizlar, sizlarga sifatli va hamyonbop narxlarda Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 500 ming so'mdan boshlanib 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish xizmati mutlaqo bepul. Kerakli ma'lumotlarni ushbu raqamlardan olishingiz mumkin. Isroillik vazir Turkiya bilan urush bo'lishini aytdi. Isroilning diaspora ishlari va antisemitizmga qarshi kurashish vaziri Amichai Chikli Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on va Anqara siyosatini keskin tanqid qildi va mamlakat bilan urush bo'lishini aytdi. U bu haqda Birlashgan siyosat bo'yicha Quddus markazi tadqiqotining taqdimotiga bag'ishlangan yopiq tadbirda gapirdi. Bu bayonot Isroil va Turkiya o'rtasida keskinlik ortib borayotgan bir paytda yangradi. Chikli Tel Avivdagi Ichilov kasalxonasining sobiq matbuot kotibi Avi Shushanning yaqindagi da'volariga tayanib Isroil ilgari Erdo'g'onning hayotini saqlab qolganini aytdi. Shushanning ta'kidlashicha, taxminan 6 yoki 7 yil muqaddam Mossad so'roviga ko'ra va bosh vazir Benyamin Netanyahuning roziligi bilan Turkiyaga isroillik shifokor yuborilgan. U Erdo'g'onni og'ir xastalikdan davolash uchun jo'natilgan. Bugun yahudiylarga tahdid qilayotgan bu odam yahudiy tufayli, isroillik tufayli, Benyamin Netanyahu va David Barniya tufayli yashayapti va nafas olyapti degan edi Shushan. Chikli o'z nutqida Turkiya nonko'rlik qilayotganini aytib, uni keskin qoraladi. So'nggi yillarda Turkiyada yuz bergan eng yirik yer qimirlashda Isroil davlati fuqarolarni qutqarish uchun ulkan delegatsiya yuborgan edi. Shundan so'ng Turkiyaning ko'rsatayotgan nonko'rligini aqlga sig'dirib bo'lmaydi. Biz hatto Erdo'g'onning hayotini ham saqlab qolganmiz. Shuning uchun bu kishining hafsalasini juda pir qiladi, dedi u. Isroil 2023-yilgi yer qimirlashdan so'ng Turkiyaga gumanitar yordam bergan edi. Bunga insonlar hayotini saqlab qolgan qidiruv-qutqaruv guruhlari va dala gospitali kiradi. Chekli so'zda davom etib Erdo'g'onni Gitler va Sinvarning aralashmasi deb atadi. U mintaqaga nisbatan imperialistik, fanatik va irqchilik intilishlari nuqtai nazaridan, shuningdek mintaqadagi har qanday nomusulmon ozchilikni etnik tozalash niyati hamda harakatlari bo'yicha Gitlerga o'xshaydi deya tushuntirdi u. Vazir Turkiyaning Quddusdagi konsulxonasini zudlik bilan yopishga chaqirdi. Shuningdek, u Isroildan Turkiya ishtirokini yo'qotishni talab qildi. Biz Turkiya bilan urushga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, dedi u va to'g'ridan-to'g'ri dengizdagi to'qnashuvlar bo'lishi mumkinligini aytdi. Amichai Chikli oldin ham Turkiya va Suriya Isroil uchun Erondan ko'ra 10 ming marta xavfliroq ekanini aytgandi. Zelenskiy Siriyskiyning o'rtadan qurolli kuchlar boshlig'ini ham ishdan oldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat qurolli kuchlari boshlig'i Andrey Gnatovni ishdan oldi. Bu haqda prezidentning o'zi Telegram kanalida xabar berdi. Gnatov 2025-yil mart oyidan beri bosh shtab boshlig'i lavozimida faoliyat yuritib kelayotgandi. Endilikda uning o'rnini general-mayor Yegor Skibyuk egallaydi. Kadrlarni almashtirish Zelenskiy Ukraina armiyasi bosh qo'mondoni Aleksandr Siriyskiyni lavozimdan bo'shatganidan ko'p o'tmay sodir bo'ldi. Uning o'rnini qurolli kuchlarning birlashgan kuchlari qo'mondoni Mikhail Drapati egalladi. Skibyuk Ukraina qahramoni, desant shturm qo'shinlarining sobiq qo'mondoni hisoblanadi. Yangi tayinlovga qadar u Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'ining o'rinbosari lavozimida ishlayotgandi. Skibyuk juda tajribali harbiy. U va yangi bosh qo'mondon Ukrainani yonma-yon turib himoya qilgan. Armiyamizning barcha tarkibiy qismlari bundan buyon ham mutlaqo uyg'un faoliyat yuritishi muhimdir, deya Zelenskiy o'z tayinlovini tushuntirdi. 15-iyul kuni Ukraina mudofaa vaziri Mikhail Fyodorov iste'foga chiqqani ma'lum bo'ldi. U o'z lavozimini 2026-yil yanvardan beri egallab kelayotgan edi. U Aleksandr Siriyskiy bilan o'zaro nizoda bo'lgan va Zelenskiydan uni iste'foga chiqarishni so'ragan, ammo o'shanda rad javobini olgan edi. Uning iste'fosidan so'ng Ukraina bo'ylab norozilik namoyishlari avj oldi. Endilikda Vladimir Zelenskiy Mikhail Fyodorovga hokimiyatda ishlashning turli variantlarini, xususan texnologik rivojlanish bo'yicha bosh vazir o'rinbosari lavozimiga o'tishni taklif qilgani aytilmoqda. Biroq Fyodorov nima uchun mudofaa vaziri lavozimidan olinganini bilmagani sababli takliflarga qarshi chiqqan.
Ukraina Rossiya ichkarisiga navbatdagi hujumlarni amalga oshirdi. Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning Ulyansk va Voronezh viloyatlaridagi energetika obyektlarga hujum uyushtirdi. Rossiya rasmiylari Voronezh viloyatida jabrlanganlar va jiddiy oqibatlar borligini ma'lum qildi. Ukraina manbalari esa bir qator energetika inshootlari nishonga olinganini bildirmoqda. Rossiyaning Ulyansk viloyati gubernatori Aleksey Ruskixning ma'lum qilishicha, 23-iyul kuni Ukraina qurolli kuchlari Novosipassk tumanida joylashgan yonilg'i energetika majmuasi obyektiga zarba bergan. Ukrainaning monitoring kanallari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, hujum nishonlaridan biri Novopaskda joylashgan NC Oil suyultirilgan gaz bazasi bo'lgan. Voronezh viloyati gubernatori Aleksandr Gutsevning ma'lum qilishicha, 23-iyulga o'tar kechasi amalga oshirilgan hujum oqibatida jabrlanganlar bor. U hududda jiddiy oqibatlar yuzaga kelganini aytgan, biroq ularning tafsilotlarini ochiqlamagan. Kechasi viloyatda 2 marta raketa xavfi e'lon qilingan. Shuningdek, Voronezh shahri va yana bir nechta tumanda uchuvchisiz uchish apparatlari hujumi xavfi haqida ogohlantirish berilgan. Mahalliy aholi shaharda bir nechta portlash ovozlarini eshitganini ma'lum qildi. Ayrim Telegram kanallarida yana bir bor Wildberries logistika markaziga zarba berilgani haqida xabarlar tarqalgan. Ammo bu ma'lumot hozircha rasman tasdiqlanmagan. Tula viloyatida ham tun davomida Ukraina dronlari hujumi qaytarilgan. Viloyat rahbari Vladislav Shapshaning ma'lum qilishicha, ko'p qavatli uylardan birining balkonida dron parchalari topilgan. Rossiya rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, Tula viloyat osmonida jami 5 ta Ukraina droni yo'q qilingan. Hujumlar oqibatida jabrlanganlar qayd etilmagan. Ukraina monitoring kanallari Rossiya nazoratidagi Lugansk, Yalta va Feodosiya shaharlaridagi hujumlar oqibatlari aks etgan foto va videolarni ham e'lon qildi. Ularning iddaosiga ko'ra, ushbu hujumlarda elektr podstansiyalari nishonga olingan bo'lishi mumkin. Shuningdek, Sevastopolga dronlar hujumi amalga oshirilgani, Rossiya havo mudofaa tizimlari 4 ta uchuvchisiz uchish apparatini urib tushirgani haqida xabar berildi. Rossiya tomonidan tayinlangan Qrim rahbari Sergey Aksionovning ma'lum qilishicha, tungi hujumlar natijasida bir kishi halok bo'lgan, yana 4 kishi jarohat olgan. Jabrlanganlar orasida 2 nafar bola ham bor. Rossiya migrantlarga nisbatan yangi talablarni joriy qildi. Rossiya Davlat Dumasi yig'ilishida yangi qonun 2 va 3 yakuniy o'qishda qabul qilindi. Unga ko'ra, Rossiyada yoki mamlakat tashqarisida jinoyat sodir etib, sudlangan xorijliklar hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga Rossiya fuqaroligi va yashash huquqi berilmaydi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Tegishli qonun Rossiya qonunchiligiga ko'ra jinoyat deb topilgan ishlarda ayblangan shaxslarga tegishli. Shuningdek, jinoyatlarning og'irlik darajasidan qat'iy nazar, sudlanganlik holatining mavjudligi ilgari berilgan hujjatlarni bekor qilish yoki berishni rad etish uchun asos bo'ladi. Bunga vaqtincha yashash ruxsatnomasi hamda doimiy yashash guvohnomasi kiradi. Shuningdek, fuqarolik uchun topshirilgan arizalar ham rad etiladi. Yangi tartibga ko'ra 14 yoshdan oshgan xorijliklar Rossiya Ichki ishlar vazirligi hududiy organlariga vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnoma olish uchun ariza topshirganda sudlanmagani haqida ma'lumotnoma berish shart. Agar sudlangan bo'lsa, ushbu jinoyat haqida ma'lumot beruvchi hujjatni taqdim etadi. Hujjat o'z mamlakatining vakolatli organlari tomonidan ariza topshirilishidan kamida 3 oy oldin berilgan bo'lishi kerak.